aka, hozir avtomobil olib kelingan. Nima muammosi bor bu avtomobilni? Toplanish sistemasini ko'ryapmiz. Ertalab yurganda nito ishlayapti ekan motori, shu sababdan toplanish sistemasini ko'rib beryapmiz. Buni endi necha kunda to'g'irlab berasiz? Uzog'i bo'lsa 2 soatda hal qilib beramiz. Bo'ldi, bo'lmasam tayyor bo'lgandan keyin ko'ramiz mashinani. In my pocket, I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. Nah, walk up into the club like what? I got a big. I'm so pumped up, busted from the three. Assalomu alaykum akajon. Avtomobilingizda nima muammo bilan bu yerga keldingiz? Ertalab yonishida muammo bor edi. Hozir ustalarimiz shu injektorlarni tozalab, pamperslarni almashtirib berishdi. Hammasi yaxshi. Demak, 2 soatda sizni muammongizni hal qilib berishadi, shundaymi? Shunday, 2 soatga qolmasdan hamma muammolar yechiladi, xudo xolasa. Bizning Cherry limonadning avtoservisimiz haqida nima deysiz? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Cherry limonadning avtosaloniga 5 baho qo'yaman. Hammasi yaxshi, ustalari ham professional ustalar. Maslahat beramiz, hammaga kelinglar. Siz ham tanlovda adashmang.